Toshkentdan Kazan, Ufa, Perm, Orenburg yo'nalishlari bo'yicha qonuniy avtobus reyslarimiz yo'lga qo'yilgan. Bizning reyslarimiz haftasiga 2 kun har seshanba va juma kunlari Toshkent avtovokzalining o'zidan 18:00 da jo'nab ketadi. Agarda sizga ishonchli biletlarimiz kerak bo'lsa, hoziroq ekrandagi raqamlarga murojaat qiling. Bizda manzil Toshkent avtovokzali 2-etaj. Farhod Xanov tomonidan yo'lga qo'yilgan qonuniy avtobuslarimizda siz uchun barcha qulay shart-sharoitlar yaratilgan. Masalan, ikkita mavsumga mos konditsionerlarimiz, qulay o'rindiqlarimiz, telefonlaringiz uchun suhbatlagichlarimiz va pullarlarimiz bor. Undan tashqari siz o'zingiz bilan 7 kg dan 60 kg bo'lgan yuklarni bemalol olib kelish imkoniyatiga egasiz. Shoshiling, bizda biletlar soni cheklangan. Agarda sizning savollaringiz yoki murojaatlaringiz bo'lsa, bizning ijtimoiy tarmoqlardan Telegram, Instagram, Facebook, YouTube kabilariga joylashingiz mumkin, jo'natishingiz mumkin. Biz albatta ularni o'qib, sizga javob qaytaramiz. Avtobus sharoitlari bilan ham yaqindan tanishib chiqish imkoniyatiga egasiz. Shoshiling, o'z joylaringizni band qiling. Tanlovda adashmang.